Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomiz aynan siz mehnat staji 20 yoki 25 yilga yetgan, yoxud yaqinlashib qolgan fuqarolarimiz hamda pensiyada bo'lganlar uchun g'oyatda muhim va shoshilinch. Hozirda pensiya tizimida yuz berayotgan ayrim o'zgarishlar va aniqliklar aynan sizning pensiya miqdoringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotlarni oxirigacha diqqat bilan tinglashingizni, har bir gapimni o'zingizga taalluqli jihatdan tahlil qilishingizni qat'iy tavsiya etaman. Bu borada beparvo bo'lish sizni katta imkoniyatlardan mahrum etishi yoki aksincha, kerakli qoralarni ko'rish orqali munosib pensiyaga ega bo'lishingizga yordam berishi mumkin. Videoni boshlashdan avval iltimos kanalimizga obuna bo'lib, shu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya va siz uchun muhim ma'lumotlarni yetkazishda davom etishimizga undov bo'ladi. Keling, avvalo muammoning ildiziga sho'ng'iymiz. Avvallari mamlakatimizda pensiya hisoblash tizimi nisbatan oddiyroq, ammo ba'zi murakkabliklarga ega edi. Pensiya miqdori asosan ish stajining umumiy davomiyligi va oxirgi 5 yildagi maoshning o'rtacha miqdori asosida hisoblanardi. Masalan, erkaklar uchun kamida 25 yil, ayollar uchun esa 20 yil mehnat staji umumiy pensiyani hisoblashda asosiy mezonlardan biri bo'lib kelgan. Bu shuni anglatan biri bo'lib kelgan. Agar sizning stajingiz ushbu belgilangan yillardan kam bo'lsa, siz to'liq pensiyaga emas, balki stajingizga mos ravishda proporsional pensiyaga yoki umuman nogironlik pensiyasi kabi boshqa turdagi pensiyalarga murojaat qilishingiz mumkin edi. Stajning har bir yili, xususan 20 va 25 yillik chegaralar pensiya miqdoriga katta ta'sir ko'rsatgan. Ko'pchilik odamlar aynan shu muddatlarga yetishga intilgan. Chunki bu pensiya ta'minotining eng muhim shartlaridan biri edi. So'nggi yillarda, xususan 2023 yil va 2024 yil boshidan boshlab pensiya qonunchiligiga sezilarli o'zgartirishlar kiritildi. Bu o'zgarishlar aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, pensiya hisoblash mexanizmini shaffoflashtirish va adolatli qilish maqsadida amalga oshirilmoqda. Eng muhim o'zgarishlardan biri pensiya hisoblash uchun talab qilinadigan eng kam ish staji va uning pensiya miqdoriga ta'siri bo'ldi. Endilikda pensiya miqdorini hisoblashda nafaqat ish stajining umumiy davomiyligi, balki fuqarolarning pensiya jamg'armasiga to'lagan ijtimoiy soliqlar miqdori ham tobora katta ahamiyat kasb etmoqda. Ya'ni sizning stajingiz qancha bo'lishidan qat'iy nazar, agar sizdan belgilangan muddat davomida yetarli miqdorda ijtimoiy soliq ajratmalari tushmagan bo'lsa, bu sizning pensiya miqdoringizga bevosita ta'sir qiladi. Avvalgi tizimda stajning 20 yoki 25 yilga yetishi ko'pincha ma'lum bir bazaviy pensiya miqdorini kafolatlagan bo'lsa, hozirgi kunda bu yillar ko'pincha pensiya hisoblashning boshlang'ich nuqtasi sifatida qaralmoqda. Ya'ni bu yillar sizga pensiya olish huquqini bersa-da, uning miqdorini aniqlashda endi ko'proq omillar, jumladan har bir yil uchun to'langan ajratmalar, ish haqi miqdori va boshqalar inobatga olinadi. Bu esa 20 yoki 25 yil stajga ega bo'lganlarning pensiya miqdori har xil bo'lishi mumkinligini anglatadi. Garchi ularning staji bir xil bo'lsa ham, chunki bu shaxslarning har biri turli davrlarda, turli miqdordagi maosh bilan ishlagan bo'lishi mumkin va ularning pensiya jamg'armasiga tushgan badallari ham farq qiladi. Shu sababli aynan 20 yoki 25 yil stajga ega bo'lgan fuqarolar o'z pensiyalarining to'g'ri hisoblanishiga alohida e'tibor qaratishlari zarur. Endi esa bu o'zgarishlar sizga qanday ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqaylik. Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lish kerak, kimlar esa xavotirlanishga hojat yo'q. Birinchidan, pensiya yoshiga yetib, hali pensiyaga chiqmagan va mehnat staji 20 yoki 25 yil atrofida bo'lgan fuqarolarimiz. Sizlar uchun hozirgi qonunchilikda belgilangan minimal staj shartlari va pensiya hisoblash tartibi katta ahamiyatga ega. Agar sizning stajingiz aynan shu belgilangan yillarga mos kelsa, demak, siz eng kam pensiya miqdorini olish huquqiga ega bo'lasiz, lekin bu sizning maksimal pensiya olasiz degani emas. Masalan, Fatimaxon opa 2024 yil oxirida pensiyaga chiqishni rejalashtirmoqda. Uning mehnat staji 21 yil 6 oy. Fatimaxon opa oxirgi yillarda o'rtacha oylik 2,9 million so'm maosh bilan ishlagan. Eski tizimda u 20 yillik staji uchun ma'lum bir miqdor. Ustiga har bir keyingi yil uchun qo'shimcha foizlar bilan pensiya olishi mumkin edi. Yangi tizimda esa uning 20 yili 6 oylik staj pensiya olishga asos bo'ladi. Lekin pensiya miqdori faqatgina stajga bog'liq bo'lmaydi. Uning har bir ishlagan yili davomida pensiya jamg'armasiga tushgan badallarning umumiy miqdori ham hisobga olinadi.
Agar Fatimaxon opa misol uchun 15 yil davomida juda past maosh bilan ishlagan bo'lsa, qolgan 5 yil yuqori maosh olganiga qaramay, uning umumiy pensiya miqdori kutilgandan pastroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan oldin ish stajingiz haqidagi barcha ma'lumotlarni va pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan badallarni sinchiklab tekshirishingiz shart. Ikkinchidan, allaqachon pensiyada bo'lgan, lekin staji 20 yoki 25 yilga yaqin bo'lgan pensionerlar. Sizning pensiyangiz ham qayta hisoblanishga ehtiyoj sezishi mumkin. Chunki qonunchilikdagi o'zgarishlar ba'zi hollarda ilgari hisoblangan pensiyalarni ham qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Misol uchun, Akmal aka 2017-yilda 24 yil mehnat staji bilan pensiyaga chiqqan. O'shanda uning pensiyasi o'sha davrdagi qoidalar asosida hisoblangan. Hozirgi kunda pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlar, masalan, ish haqi koeffitsiyentlarini qayta ko'rib chiqish yoki minimal pensiya miqdorini oshirish kabi yangiliklar uning pensiyasiga ta'sir qilishi mumkin. Akmal aka agar uzoq yillar davomida juda past maosh olgan bo'lsa-da, lekin staj belgilangan muddatga yetgan bo'lsa, uning pensiyasi miqdori bugungi kunda belgilangan minimal pensiya miqdoridan past bo'lmasligi kerak. Yoki aksincha, agar u oldin yuqori maosh olgan, ammo keyinchalik pensiya jamg'armasiga to'g'ri badal o'tkazilmagan yillar bo'lsa, bu uning pensiyasini qayta hisoblashda ta'sir qilishi mumkin. Bu pensionerlar o'z pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisob varaqlarining holatini tekshirishlari va pensiya miqdorini qayta hisoblash bo'yicha ariza bilan murojaat qilishlari maqsadga muvofiqdir. Uchinchidan, ish staji 20 yoki 25 yildan sezilarli darajada oshgan fuqarolarimiz. Masalan, 35 yil staji borlar. Sizlar asosan xavotirlanishingizga hojat yo'q. Chunki sizning pensiyangiz odatda yuqoriroq staj va ko'proq to'langan badallar hisobiga allaqachon yaxshi hisoblangan bo'ladi. Ammo shunda ham bir ehtiyot chorasi sifatida pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z ma'lumotlaringizni tasdiqlashingiz, xususan elektron mehnat daftaringizdagi ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirishingiz zarur. Chunki ba'zida ma'lumotlar bazasida xatolar uchrab turadi. Bu esa kelajakda sizning pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Muhimi, yangi pensiya tizimi mehnat staji qancha ko'p bo'lsa, pensiya ham shuncha yuqori bo'ladi degan umumiy qoidani saqlab qoladi. Ammo bunga qo'shimcha ravishda qancha ko'p badal to'lagan bo'lsangiz, shuncha yuqori pensiya olasiz degan tamoyil ham joriy etmoqda. Bu ayniqsa norasmiy sektorda ishlaganlar yoki minimal maosh bilan rasmiylashtirilgan ish joylarida ishlaganlar uchun muhim ahamiyatga ega. Endi esa pensiya hisoblashdagi ba'zi nozik jihatlar, istisnolar va e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan narsalar haqida to'xtalib o'tsam. Birinchi navbatda ish stajiga hisoblanadigan davrlar. Siz bilasizki, nafaqat bevosita mehnat faoliyati, balki ba'zi boshqa davrlar ham ish stajiga kiritiladi. Bularga masalan, oliy o'quv yurtlarida o'qigan davr, bakalavriat, magistratura kunduzgi ta'lim shaklida, harbiy xizmatni o'tash davri, farzand parvarishlash ta'tili davri, ayollar uchun har bir farzandga 3 yilgacha, jami 6 yildan oshmasligi kerak, nogironligi bo'lgan shaxsga qaragan davr ma'lum shartlar asosida va ishsizlik nafaqasi olgan davrlar kiradi. Bu davrlarning har biri qanday hisoblanishi, ularni tasdiqlovchi hujjatlar qanday bo'lishi kerakligi hamda bu davrlar pensiya hisoblashda qanchalik ahamiyatli ekanligi bo'yicha aniq qoidalar mavjud. Agar sizning stajingiz 20 yoki 25 yillik chegarada bo'lsa, aynan shu kabi davrlarni to'g'ri hisobga olish siz uchun nihoyatda muhim bo'lishi mumkin. Misol uchun, Gulnora opa 19 yil rasmiy stajga ega bo'lib, oliy ta'lim muassasasida 5 yil kunduzgi bo'limda o'qigan. Agar bu o'qish davri uning stajiga to'g'ri kiritilsa, uning umumiy staji 24 yilga yetadi va bu pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Lekin agar o'qish davri noto'g'ri hisobga olinmagan bo'lsa, u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, tegishli hujjatlar, diplom, arxiv ma'lumotnomasi asosida bu davrni stajga qo'shtirish kerak. Ikkinchidan, ayollar va erkaklar uchun staj bo'yicha farqlar. Yuqorida aytganimdek, an'anaviy ravishda ayollar uchun pensiya olish huquqini beradigan minimal staj 20 yil, erkaklar uchun esa 25 yil. Bu farqning sababi ayollarning farzand parvarishlash bilan bog'liq ish staji yo'qotishlari hisobga olingan. Ammo bu ayollar 20 yillik staj bilan erkaklar 25 yillik staj olgandek pensiya oladi degani emas. Har bir holat alohida hisoblanadi. Shunday ekan, ayollarimiz 20 yillik stajga yetganingizda pensiya miqdoringizni hisoblashda farzand parvarishlash davrlari kabi
qo'shimcha imtiyozlarni inobatga oling. Erkaklarimiz ham o'z navbatida 25 yillik chegaraga yetganlarida barcha davrlar jumladan harbiy xizmat davrlari ham stajga to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qilishlari lozim. Uchinchidan, ish staji bo'yicha parcha-parcha ishlaganlik, ishda uzilishlar va norasmiy bandlik bu holatlar pensiya hisoblashda murakkabliklar tug'dirishi mumkin. Agar siz bir nechta ish joyida ishlagan bo'lsangiz va ular o'rtasida uzilishlar bo'lgan bo'lsa, har bir ish joyidan ma'lumotnomalar va mehnat daftarchasidagi yozuvlarning to'g'riligini diqqat bilan tekshiring. Hozirda elektron mehnat daftarchasi tizimiga o'tilganligi sababli ma'lumotlarni raqamlashtirishda ba'zi xatolar yuzaga kelishi mumkin. Agar siz norasmiy ravishda ishlagan bo'lsangiz va o'sha davr uchun ijtimoiy soliqlar to'lanmagan bo'lsa, bu davrlar pensiya stajiga kirmaydi va pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun imkoni boricha doim rasmiy ish joyida ishlash va barcha soliqlar to'lanishini nazorat qilish muhimdir. Xorijda ishlagan davrlar ham qoidaga ko'ra stajga kiritilmaydi. Ammo O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan pensiya ta'minoti sohasidagi ikki tomonlama shartnomalari mavjud bo'lsa, bu davrlar hisobga olinishi mumkin. Bu juda muhim nuans, uni alohida tekshirish lozim. To'rtinchidan, ba'zi ish joylari uchun qo'shimcha imtiyozlar va koeffitsiyentlar. Masalan, ayrim hududlarda tog'li yoki olis hududlar. Og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar uchun pensiyani hisoblashda maxsus koeffitsiyentlar qo'llaniladi. Bu shuni anglatadiki, sizning har bir yilingiz oddiy sharoitda ishlagan odamning bir yiliga nisbatan ko'proq qadrlanadi. Agar siz shu kabi sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga ma'lumot berishingiz va tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishingiz shart. Misol uchun, Shuhrat aka to'qon sanoatda 20 yil ishlagan, bu sohadagi ish og'ir va zararli hisoblanadi. Shuning uchun uning 20 yillik staji oddiy sharoitda ishlagan 20 yildan ko'ra yuqori pensiya miqdorini ta'minlaydi. Lekin buning uchun tegishli ish joyidan ma'lumotnoma va boshqa hujjatlarni taqdim etish talab qilinadi. Unutmaslik kerakki, ba'zida ko'proq staj har doim ham proporsional ravishda yuqoriroq pensiya degani emas. Pensiya miqdorining pastki va yuqori chegaralari mavjud. Ya'ni sizning stajingiz va badallaringiz qancha bo'lishidan qat'i nazar, pensiya belgilangan minimal miqdordan kam bo'lmaydi va maksimal miqdordan oshmaydi. Aynan 20 yoki 25 yillik stajga ega bo'lganlar uchun bu holat pensiya miqdorini tushunishda muhimdir. Agar sizning hisoblangan pensiyangiz minimal pensiya miqdoridan past bo'lsa, sizga minimal miqdordagi pensiya tayinlanadi. Endi esa ushbu muhim ma'lumotlarni o'rganganingizdan so'ng siz nima qilishingiz kerakligi haqida amaliy maslahatlar beraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni to'plang va tartibga keltiring. Bu eng muhim qadam. Sizga asosan quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. 1. Mehnat daftarchasi. Bu sizning ish stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Undagi har bir yozuvning to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Agar yozuvlarda xatolik, o'chirilgan joylar yoki aniq bo'lmagan yozuvlar bo'lsa, bu kelajakda muammo tug'dirishi mumkin. Ishlab chiqarish joyingizdan yoki arxivdan ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'lishi mumkin. Diplom. Agar oliy ta'lim olgan bo'lsangiz, o'qish davri stajga kiritilishini ta'minlash uchun diplomning asl nusxasi yoki notarial tasdiqlangan nusxasi. Harbiy bilet, harbiy xizmat davrini tasdiqlash uchun. 4. Nikoh to'g'risidagi guvohnoma, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Ayollar uchun farzand parvarishlash ta'tili davrini tasdiqlash uchun. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, familiya o'zgarganlik haqidagi guvohnoma ham kerak bo'ladi. 5. Maosh to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Pensiya hisoblash uchun talab qilinadigan davrdagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar. Odatda pensiya jamg'armasi elektron ma'lumotlar bazasidan oladi. Ammo ba'zida eski davrlar uchun qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Ish joyingizdan yoki uning huquqiy vorisidan arxivdan so'rang. Alt pasportingiz, 7 shaxsiy pensiya hisob varag'ingiz holati to'g'risidagi ma'lumotnoma. Buni pensiya jamg'armasi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyTonkov orqali olishingiz mumkin. Bu sizning ijtimoiy soliq ajratmalaringiz qancha va qaysi davrlarda to'langanini ko'rsatadi. Ikkinchi qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya masalalari bilan shug'ullanuvchi asosiy organ O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlaridir. Shuningdek, siz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Gov.uz orqali yoki xalq qabulxonalari va davlat
xizmatlari markazlari DXMga borish afzalroq. Chunki u yerda bir o'ynadan barcha xizmatlarni olish imkoniyati mavjud. Uchinchi qadam, nima qilish kerak? Aniq ko'rsatmalar. Biri, pensiya jamg'armasi yoki DXMga boring. O'zingiz bilan yuqorida sanab o'tilgan barcha hujjatlarning aslini va nusxalarini oling. Ish stajingizni tekshirish va pensiya miqdorini aniqlash bo'yicha ariza yozing. Sizning arizangizda mening mehnat stajim 20 yoki 25 yilga yetganligi sababli pensiya qonunchiligidagi so'nggi o'zgarishlarni hisobga olgan holda pensiyamni qayta hisoblab chiqishni yoki pensiya tayinlashni so'rayman. Ish stajimning to'liq va to'g'ri hisoblanishini, shu jumladan o'qish davri, harbiy xizmat va farzand parvarishlash davrlarini inobatga olinishini ta'minlashingizni so'rayman. Mazmunidagi jumlalarni kiritishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Mutaxassisga barcha savollaringizni bering. Sizning holatingizga tegishli bo'lgan barcha nozik jihatlarni tushuntirishini so'rang. Pensiya hisoblash formulasi, ish haqi koeffitsientlari, stajingiz qanday hisoblanganini tushunishga harakat qiling. 4. Berilgan ma'lumotlarni diqqat bilan eshitib, zarur bo'lsa yozib oling. 5. Agar biror hujjat yetishmasa yoki qandaydir muammo aniqlansa, mutaxassis sizga qanday yo'l tutishingizni tushuntiradi. Ularning ko'rsatmalariga amal qiling. Ba'zi hollarda sudga murojaat qilish ham talab qilinishi mumkin. Masalan, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar yo'qolib qolganda yoki ish beruvchi tomonidan ma'lumotnoma berish aytilganda. 4-qadam, elektron tizimlardan foydalaning. My.Ponkok.uz portalida elektron mehnat daftarchasi xizmatini tekshiring. Bu yerda sizning ish stajingiz haqidagi barcha rasmiy ma'lumotlar aks etadi. Agar bu ma'lumotlarda xatolik yoki kamchiliklar topsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bering. Shuningdek, pensiya ta'minoti to'g'risida ma'lumot olish xizmati orqali o'zingizning pensiya jamg'armasiga to'lagan badallaringiz haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar sizga pensiya hisoblashning shaffofligini ta'minlashda yordam beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, aziz do'stlar, 20 yoki 25 yillik mehnat stajiga ega bo'lgan har bir fuqaro, xoh u hali pensiyaga chiqmagan bo'lsin, xoh u allaqachon pensiyada bo'lsin, o'z pensiya masalasiga jiddiy e'tibor qaratishi shart. Hozirgi pensiya tizimidagi o'zgarishlar sizning kelajakdagi farovonligingizga bevosita ta'sir qiladi. Hujjatlaringizni tartibga keltirish, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish va o'zingizga tegishli barcha ma'lumotlarni aniqlash orqali siz haqqoniy va munosib pensiyani olishingizga erishasiz. Bu videodagi ma'lumotlar sizga yordam beradi degan umiddaman. Agar sizda yana qo'shimcha savollar bo'lsa yoki o'z holatingiz bo'yicha fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Har bir savolingiz biz uchun muhim. Videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero, biz siz uchun muhim va dolzarb ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. O'zingizni asrang va oilangizga g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.